Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Yuribsiz? Charchamayapsiz? Allohga shukr. Nima ko'rayotganimni ko'ring-chi. San'at va muzik. Yaxshi. Aka, nima ishlar qilyapsiz? Men bozorda savdogarlik qilyapman. Zerikkanimda san'at uzib ko'raman-da. Ishqibozman. Obunachilardanman. Eng xudo xolasi yaxshi obunachilar. San'atbek muzikda obunachilar. Obunachilardan aka. Toruzlar qana bo'lyapti? Toruzlar ko'ring aka. Namangan Adri toruzlar yetib keldi mana. Oho. Aka mana bugun nechinchi ekan aka? Bugun nechi ekan? Bugun Nechi ekan? bugun nechi? Uzg'urda bugun nechinchi? Xudo xolasa kunimizga 31-may. 31-may. May, ertaga bolalar kuni. Ertaga bolalar kuni. Ana, o'sha bolalar kuniga Mana atab Yozovonga Namangan Adirni toruzlarini yetkazib kelganmiz. Mazalariga, qizil chiqishlariga behijolat. Qo'llar ham shet kamonada pishgan qo'llar. Shahmola beramiz. Uyda yeyman deb ishqibozlik kelolmaganlarga dastavkalar ichida aka. gap bo'lishi mumkin. San'at uz obunachiligimizni hurmatidan. San'atbek muzik. San'atbek muzik. Ana. Bu 50 toruzlar dastavka ham bor 4 kilometrga. 50 kiloga dastavka bor, 4 kilometr. 4 kilometr. Yo'q, gap bo'lishi mumkin. Kilosi qancha bo'ldi, narxini bilib qo'yaylik. Narxlarini aka 3000 so'm qo'yib beryapmiz. Hop. Kiloga. Ko'p oladiganlarga San'atbek muzikni hurmatidan 2,5 mingdan qo'yib beramiz. Rahmat, bonusi bo'ldi, hurmatli birodar. Hurmatli yazamonliklar, shahrimizning mehmonlari. Albatta, manzilimiz Savatchi ro'parasida, katta masjidning oldida. 35 metr farq qiladi xolos. Shu. Asosiysi dastavka bor ekan. Dastavka bor xudo xolasa. Hadi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Aka, ishlaringizga omad, doim qo'llab-quvvatlab turamiz aka. Sog' bo'ling. Kam bo'lmang, rahmat. Sizdan chiqibdi. Nima deng? Nima? Yangi kirganlarga nima deysiz, kanalga yangi kirganlarga? Yangi kirganlarga obuna bo'linglar. Like tugmachasini qayta karot bosinglar. Men ishqibozman.